Assalomu alaykum rezidentlarim. Xo'p, shogirdlar fermasiga keldik. Hozir sekin ko'rsatib sun'iy urug'lantirishga keldik. Uje bu ikkinchi ferma, birinchi fermani olmadim videoga, vaqtimiz bo'lmadi. O'tib sekin ko'rsatib o'taman. Qushxonaligisini ham bitta ko'rsatib o'taman. Menda yo'narsa bularda bor. Qaranglar. Men hozir ham butun ob'yomni ko'rsataman-da. Bular sametslar. Hozir urug' ham olamiz bu yerdan. Mana. Qatta qilganlarni bilasizmi? Bilasizlarmi? Masalaga aytaman. Basseynni ichini qilib qo'ygan ferma. Bet bundoq mana shu tepadan tushadi, basseynni qilib qo'yishgan. Вообще, qilaman degan odamga любой joyda qilib tashlayverar ekan. Mana shunaqa kletkalar qo'yib, o'zi bir obzor qilyotgandim. Endi mana ko'payishganiga sekin sun'iy urug'lantirishga ham o'tib olishdi. Tuqqanlar ham bor ekan. Mana tug'ishga tayyorlanyapti. Mana tuqqan. Nima tuqqan? Tayyorlanyapti, bu tuqqan. Mana shunaqa fermachani sun'iy urug'lantirib, hozir sekin unisini ham ko'rsatamiz. Chiqardan so'ylaydigan joy ham qilib qo'yishdi. Mana buni qaranglar. Gap yo'q. Kattani yo'q qordingiz. Ha, qaranglar. Mana shunaqa ilga qilib qo'yishim kerak ekan-a? Mana shu oyog'iga ilamiz-da shunda. Chipatib iladi. Mana bu suvni ochasiz. Ana. Salmamni kattaroq qilish kerak emasmidi? Bor narsa edi-da. Ha, bormidi? Ha. To'g'niki o'zi bu. Ha, men tegidiga. Ha, to'g'nikimda katta maranka bo'ladi, buni kirgizib qo'yasiz. Ha. Zo'r. Ikkita suv. Zo'r. Hamma yoqda suv qilib qo'yishdi. Bitta so'yganda 20 ta so'yiladi mana. Ana. Mana so'yilganlar bu yoqqa osiladi. Ha, anaqasi quritishga. Propan gaz ham olib qo'yibsizlar kuydirishga. Mana bitta yoshlar jo'jani. Sразу mana yerda so'yganlarni ajratib mana keyingi yilga qilaman, xudo xolisa. Menga qarang, men bu to'laligiga emasmikan? Naryodan qilayotgani? Yo'q, tezroq. Bir xil ovqatlarni. Ha, bu ma'mula qarang, katta. Bir oydan keyin уже so'yilar ekan bular. Bular mashina sразу bu yoqqa o'tmas ekan, bu yoqdan sразу bu yoqqa osilar ekan bular. Osilib. Zo'r qilib qo'yibsizlar, men ham shunaqa qilaman. Xudo xolisa. Tegidan suv tushadi, kanalizatsiyaga ketaveradi pastga. Mana bo'lmasam, chotki. O'rganinglar. Mana bu yerdan keyin mabodo quyonlar qolmasa, bunda mana bu yerda teshik aniq oynasi bor ekan. Voy Muhammad, obki qolmadi deysiz. Ha, quyonga. Bu yoqdan keyin chiqib, bu yoqqa olib qo'yishadi. Zo'r qilib qo'yibsizlar, yoqdi menga. Suv tushiradi. Endi qaranglar, endi ham bitta narsani ko'rsataman. Mana qaranglar. Umni krolikda boqishadi bular. O'shanga mana shunaqa holatga keladi quyon. Boshqa yem olmaylar. Eng zo'ri umni krolik. Ana. Haqiqatan zo'ri o'sha. Chotki reklama bo'ldi lekin-a. Ha. Osamizda. Elektronda taroz ham bor ekan. So'ygandan keyin qo'yib osamizda. Ha. Kilolari chiqib keladi. Mana. O'pshiyni naryoqda tortamiz. Lekin yem haqida gapirilgan gap bu haqiqat. Mana yo tashqarida polni mamlaqa gofra karton уже yopib qo'yibsizlar. Men ham yopishim kerak, hali yopmadim. Bu yoqda ham ikkita gofra. Xullas, как положено quyonxona. Ko'rgilam tepadan tushib boradi. Eski basseyn xonasi. Zo'r. Nereden turba?
urug'lantiryapmiz mana. Bitta уже katta quyonli ekan. Shanga yo'lini ham topish kerak emas. Har bitta trubkani alishtirmaymiz, har bittadan keyin обязательно dezinfeksiya qilamiz. Dezinfeksionni anaqalarimiz bor. Lekin suvni ham ko'pchilik o'tib ketyapti. Qarasa, samet ko'p samet boqish nevigitni. Shunga ko'pchilik o'tib ketyapti. Olti, 8. Gapiravering. 5, 6, 8dan keyin o'zi keyin. Anaqa. Рабочий процесс nimada? 7 ham bor ekan Muhammad. Adashtirmasdan sekin gapiravering. Adashishimiz kerak emas. Men syomka o'rdiyo'liga syomkani ham to'xtatib qo'yaveramiz. Faqat adashmaylik. Yo. Yetti, 8. Hozircha o'zim bilmayman. O'zim ko'raman. Ha, bo'ldi. Mashtir chiqmaysan desam, bitta shanga bilib olsa. To'xtataymi yoki o'raymi? Kino. Tormoz bo'lib ketdi-da, yo. Yo'q. To'xtatsiz, to'xtat. Men o'raman, farqi yo'q. 8dan keyin 19, 18, 19 bor ekan. 18, 19, 20. 23. to'xtat. Ya, eshitib olsa bo'ldi, ozgina bo'ldi. Dars olib ketaveradi. Qo'lni o'chiruvdik.